Musaffo osmon ostida yashamoqchi bo'lsangiz, Mendonobodga keling. Sizlarga bu yerdan zo'r uylardan topib qo'yganmiz. Tashqarini ko'rishingiz mumkin. Bolalar o'ynash maydonchasigacha ham ega, mashina qo'yishga joylarigacha bor. 7 qavatli Novostroykani 4 va 7-qavatdan ikkita xonadon sotuvga qo'yilmoqda. Xo'p, istalgan to'lov usulda to'lasangiz bo'ladi. Subsidiya ipoteka naqd pul asosida. Liftlari bor, g'ishtlik don. Videoni oxirigacha ko'ring, olib chiqib ko'rsatamiz. 4-qavatga chiqdik. 4 va 7-qavatda bor. Liftlari ishlab turibdi. Ko'rishingiz mumkin, kengina koridor, 4 ta xonadon joylashgan. Qo'shnilaringiz bilan bemalol yashasangiz bo'ladi. Va kirishimiz bilan chiroyli atmosfera ko'rishingiz mumkin. Kattagina xo'l qismlari batareyalar ilingan, patkulich holatda 70 kvadrat maydonga ega 2 xonali kvartira, oyoqdagilari parket pol qilingan. To'g'rida esa ko'rishingiz mumkin, kattagina zal qismi chiroyli holatda batareyalar ilingan, romlar, akfa romlarda. Bu yerda esa alohida qilingan hojatxona hamda vannalari joylashgan. Ariston o'rnatilgan, batareyalargacha osib qo'yilgan, yaxshi holatda. Navbatdagi xonasi yotoqxona sifatida foydalansangiz bo'ladi. Bu taraf esa oshxona qismi. Xo'p, bu tomonda o'zini ko'rishingiz mumkin, balkoniga ham ega, bemalol tashqari atmosferani kuzatish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Subsidiya ipoteka любой turga tushaveradi. Tepada 7-qavatda ham kvartira mavjud, 3 xonali 85,5 kvadrat maydonga ega. Deyarli bitirilgan holatda eshiklarini va unitaz, vannalari olib qo'yilgan, hammasini qo'ydirib berishadi. Narxiga keladigan bo'lsak, hop, bu yerdagi kvartira 2 xonalik 70 kvadratligi 6 million so'mdan, tepadagi 7-qavatdagisi 85,5 kvadratli 3 xonali kvartirasi 5 million 600 ming so'mdan. To'lov usullari esa xohlagan turingizda to'lasangiz bo'ladi. Subsidiya ipoteka bank hisob olsangiz ham bo'ladi. Qiziqqanlar bo'lsa quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib olasizlar. Videoga like bosib, do'stlaringizga ulashishni unutmang. Sizlarga bundan ham zo'rlayinishda davom etamiz.